Men bolaligimda yaxshi kiymaganman, yaxshi yemaganman, yaxshi maslahatlarga, yaxshi orzularimga o'yinchoqlarda o'ynamagan deb farzandingizga to'kib tashlasangiz, qo'lingizdan keladimi hozirgi? Qo'l keladi. Nima ko'p o'yinchoq magazini ko'p, nima ko'p hammasi arzongina. Xohlagan paytda xohlagan narsasini olib berasiz, uni oxiri bu boy bo'ladi. Orzu qilib yashamagan farzand xudbinlik bilan xudbin bo'lib chiqadi. Mehnat qilmay o'sgan farzand axiri siz bilan biz o'tib ketganda orqamizdan la'natlab, qariganni qiynalib mehnat qiladi. Yoshlikda oyni 15i qorong'u,